inkor qildi. Alloh unga aytdi: "Bas, undan chiq. Albatta sen quvilgansan va albatta to jazo kunigacha senga la'nat bo'lur." Aynan o'sha ondan boshlab iblis Odam va uning zurriyotining ashaddiy dushmaniga aylandi. Iblis kibri tufayli zulmatga qulayotgan bir paytda inson ilohiy marhamat bilan o'ralganda. Odam jannatda edi. Go'zallik, osoyishtalik va ilohiy ne'matlar og'ushida yurardi. Bir qancha vaqt o'tgach, Odam alayhissalom jannatda xuddi o'ziga o'xshash bir zotni ko'rdi. U ham xuddi o'zidek, aynan o'sha mohiyat va o'lchovda yaratilgan edi. Ammo biroz farq qilardi. Odam alayhissalom erkak, u esa ayol edi. Odam alayhissalom birinchi marta ko'rgan odamini begonadek his qilmadi. Chunki Alloh uni uning qovurg'asidan yaratgan edi. Odam alayhissalom undan so'radi: "Sen kimsan?" Onamiz javob berdi: "Sizning juftingizman, ikkinchi yarmingizman." Jabroil alayhissalom Havvo onamizga jannat liboslarini kiydirdi. Farishtalar ularni ko'rgach, Odam alayhissalomdan uning kimligini so'radilar. Ular javob berdilar: "Bu Havvo." Shunday qilib, Havvo onamiz insoniyatning ilk ayoliga aylandilar. Havvo onamizning ergashishga onasi yoki yo'l ko'rsatuvchi ayol yo'q edi. Ilgari hech kim his qilmagan quvonch va qayg'ularni boshdan kechiradigan ilk ayol u edi. Havvo onamiz ilgari hech kim bosmagan yo'llarda ilk bor iz qoldirdi. So'ngra Alloh taolo Odam alayhissalomga aytdi: "Ey odam, sen o'z jufting bilan jannatda maskan top. Unda nimani xohlasalaringiz yenglar, osh bo'lsin va mana bu daraxtga yaqin kelmanglar. Bas, u holda zolimlardan bo'lasizlar." Odam va Havvo